Odamni ajratasizlarda bu kambag'al, bu boyvachcha, bu mansabda ishlaydi, bu ish qayerda ishlamaydi, yo bu nogiron, yo bu faloncha deb odamni sizlar ajratasizlarda. Shunga qarab turib bir xillarga e'tiborsizroq bo'lasizlar. Deysizlar, gapiraveradi-da, deysizlar, tamom. Agar bir yuqoridan kimdir farzandi yo jiyani bo'lsa, telefon qilsa, unga alohida e'tiborni qaratasizlar. Eng katta xatolaringiz mana shu yerda. Hech kimdan farqi yo'q. Hamma shu o'tirganlar ham mana shu hamma bir xil odam, hamma inson, tamom bo'ldi. Bilmaysizlar-ku, o'sha kelgan, murojaat qilgan odam kimligini sizlar bilmaysizlar hali. Aytadi-ku, ana balkim Xizrdir o'sha. Sizlar yo'q deb o'tiribsiz byurokratlar qilib. 50 marta aytganman sizlarga. Eshiklaringizni bitta odam taqillatib, agar kelsa, ish so'raydimi, muammo qiladimi, e'tiroz qiladimi, nima farqi bor uni? Keldimi? Xursand bo'linglar, eshiklaringizni taqillatib kimdir sizdan so'rabdi, pakaslar kerak ekansizlar. Kerak degani bu tirik deganda, qo'pol qilib aytganda. Xudo asrasin kerak bo'lmay qolishdan. Nomi ulug' aslzoda fuqarolarimizning 3dan 2 qismi hammom ko'rmagan, ma'lumoti yo'q firibgarlardir. Piva furushlik qilib kissasi qatpaygan boyvachchalar unvon sotib olib o'zlarini graf deb kekkayishi, qimmatbaho latta putlarga, hattoki san'at durdonalariga uylarini to'ldirib tashlashlari mumkin, lekin u buyumlar boyvachchani qalbini quvontira olmaydi. Ular faqat benufuz ishqibozligini ifodalaydi xolos.